Ko'pchilik baliqchilar bahorda noto'g'ri joyda baliqni qidirishadi. Shuning uchun soatlab o'tirsa ham poklovka, ya'ni baliq tortmaydi. Lekin haqiqiy joyni bilsangiz, karp va sazanni topish ancha oson. Bahorda martdan may oyigacha karp va sazan odatda chuqur joylarda emas, balki 1-2 metrli iliq, suvi tez isiydigan suvlarda yuradi. Ayniqsa qamishlar, quyilishlar, suv ostidagi daraxtlar va ildizlar yaqinida ovqatni qidiradi. Chunki bu joylarda suv tez qiziydi va tabiiy ovqat ko'p bo'ladi. Erta bahorda eng yaxshi xo'rak katta navro'z chuvalchangi, oparish yoki rakovaya sheyka, ya'ni rakning dum qismi. Suv yanada isigandan keyin esa makkajo'xori va bo'yla juda yaxshi ishlaydi. Qaysi joylarda qidirish kerak? Qamish va o'simliklar tugash joyi, ildizlar yaqini, suv ostidagi daraxtlar va chuqurlik farqi bor joylar. Karp va sazanning eng yaxshi maskani hisoblanadi. Eng yaxshi tortish odatda issiq va quyoshli kunlarda, suv biroz isigandan keyin bo'ladi. Shuning uchun baliq tutishda shovqin qilmaslik va sabr qilish juda muhim ahamiyatga ega. Agar siz ham katta karp va sazan tutish sirlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Bu yerda baliqchilar uchun yana ko'p foydali maslahatlar bor.